Andijon aka, shular haqiqatan bunaqa ozon narxda ko'ramiz bo'ladi. Zo'r. Havo yo'li quruladi aka. Polietilen qurullarning eng holatiga yarasha. Bunimizni narxini 7800 dan berasiz. 7800. Endi keling, yangi qilaylik, men qayerga borsam narx tushiraman bilasiz, arzon bo'lish kerak. Bizga 7500 so'mdan qilib berasiz. 1 metrini. Bo'laradimi? Bular diam 100 ming aka bu. Diametr 110 standart. Mufta atmos. Standartlari Zambo, makazillik va jana ko'tarib bo'lmas aka. Qovurg'ali polietilenlarimizdan 110 likdan boshlab 315 gacha bor, xudo xohlasa. Narxlarni o'ta qulay qilib beramiz bundan loz. Bundan loz narxi o'ttirib berishadi. Eng qiziq bu yuzi o'rni. Bu holatdagi ismi. Qalillik qarani okalar. Bu ancha ismida 100 o'rni, senkasi 603 atmosfernik 8 gacha bardosh bera oladi. Uliga 50 metrgacha bo'lgan masofani misol o'rab berib, olib ketsangiz bo'ladi. Beriloq qilib. Ha, bu yerda uloq bo'ladi. Uloqsiz bo'lsa o'zingizga yaxshi, to'g'rimi? Bu yerdagi uloqda ancha yutishadi, to'g'ri? Shundoq. Ha, kelasizlar, olib kelsanglar bo'ladi. Manzilimizni aytadigan bo'lsangiz, xos Hasanobod mashina bozoridan taxminan 800 metr yuqorida.